Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga nevroz holatidagi insonlarning ruhiy belgilari haqida, ya'ni ruhiy holatidagi ko'zga ko'rinadigan yoki bilinadigan belgilar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, nevroz holatidagi insonlarda qanday ruhiy belgilar uchraydi? Bularda eng ko'p uchraydigan holatlar. Birinchisi, sog'liq bilan bog'liq xavotirning juda ham kuchayib ketishi. Ya'ni men kasalman, menda qandaydir og'ir kasal bor degan fikr miyaga qattiq o'rnashib qolishi va bundan tashqari o'lim bilan bog'liq xavotirning kuchliligi. Ya'ni o'lib qolaman. Har bir pриступ berganda, har bir holat panik attaka bo'lganda o'lib qolaman, ana o'ldim. O'limga sabab bo'ladigan qandaydir kasallik bor menda. Yuragimda, oshqozonimda, o'pkamda, boshimda, hamma qanaqa organda bo'ladigan bo'lsa sizdagi holat ana shu organlardan xavotir olish. Va bundan tashqari mana shu kasalliklar haqida boshqa insonlarda, ya'ni haqiqiy kasallardan, ular nevroz emas, lekin o'sha ma'lum bir organi bilan bog'liq kasalligi bor insonlar bilan suhbat qurganda ularning kasalligini o'ziga olish, ya'ni ular aytib bergan hikoya, ya'ni og'riq haqida, kasallik haqida bo'layotgan narsa birozdan so'ng nevroz kasalligi insonda ham paydo bo'lishi. Masalan, buyragim og'riyapti desa, ham soat o'tmasdan nevroz insonda ham buyragim og'riyapti degan narsa bo'ladi. Oshqozonida yara bor desa, oshqozoni g'alati bo'lishni boshlaydi. Xo'p, bundan tashqari bunday insonlarda holsizlik kuzatiladi. Ya'ni ruhiy jihatdan holsizlik, ya'ni tana hech qanday charchoq yoki boshqa holatda bo'lmaydi. Tanada kuch, energiya, hamma narsa joyida, lekin miya tomonidan sen holsizsan degan programma ishga tushirilgani sababli inson o'zini holsiz, kuchi yo'qdek, charchab ketayotgandek his qiladi va kirib yotib olgisi kelaveradi. Yotishim kerak, qimirlayolmayman, yurolmayman, holim yo'q, yiqilib tushaman degan xavotirlar. Bundan tashqari uyqusizlik kuzatiladi. Bunday insonlarda xavotir juda kuchliligini hisobiga uxlagan paytda ham bunday insonlar ko'zi yumilgani bilan, ba'zilar qurrab yotgani bilan, boshqa qilgani, lekin miya to'xtamaydi. Ertalab tursa xuddi kechasi bilan uxlamagandek. Bosh og'ir, g'ovillab ketgan, charchagan holatda turishadi. Va ertalab turganda ham ko'pincha bosh og'riq, shunga o'xshash holatlarni his qilishadi, kayfiyat yo'qolgan holatda. Bundan tashqari o'lim xavfi, o'lib qolishdan qo'rqish. Ya'ni o'lim haqidagi xabarlar bunday insonlarda juda yomon holatga tushirib qo'yadi. Ya'ni kimdir vafot etganini eshitgan nevroz inson o'sha insonni nimadan vafot etganiga qiziqishni boshlaydi va o'sha narsani eshitgandan so'ng bu insonda o'sha holatlardan xavotir boshlanadi va bir ozdan so'ng o'sha joylarda og'riq, sanchiq, qanaqa belgilar bo'lsa, bu inson ham o'sha joylarda o'zidan his qilib ko'rishga harakat qiladi va anchagacha mana shu inson haqidagi fikrlar uni qo'yib yormaydi. Ya'ni bir kun, 2 kun, ba'zan 3 kunlab o'sha insonni o'limi bilan fikrlab yuradi. Nimaga o'ldi, qanaqa o'ldi, unaqa qilsa bo'larmidi, bunaqa qilsa bo'larmidi, qanaqa inson, mana shunday fikrlar miyasidan chiqib ketmaydi. Xo'p, yana bundan tashqari bunday insonlar ba'zilari urushqoq bo'lib qoladi. Ya'ni sal narsaga jizzaki, gap ko'tarolmaydigan bo'lib qolishadi. Ba'zilari qo'rqoq bo'lib qolishadi nabrot. Ya'ni ko'chada unga taalluqli emas, ikkita odam bir-biri bilan baqir-chaqir qilib urushib ketsa ham bu inson qo'rqib ketaveradi. Yoki bunga nisbatan qandaydir gap gapirsa ham, bu haq bo'lib turgan bo'lsa ham javob qaytara olmay qoladi. Qo'rqoqlik, yurak, oyoq qo'llar qaltirab ketishi, gapira olmay qolish, til aylanmay qolishi, mana shunga o'xshash holatlar uchrashni boshlaydi. Ba'zilarida yig'loqlik kuzatiladi. O'z-o'zidan sababsiz yoki arzimagan narsalarga yig'lash holati kuchayib ketadi. Ba'zi holatlarda jinni bo'lib qolishdan qo'rqish. Ya'ni nevroz holatda mana tana belgilariga aytganimizda ko'z xiralashishi yoki ko'zga qandaydir boshqacharoq ko'rinishni boshlaydi. Masalan, xuddi atrofingizdagi holat haqiqiy mastlik.
derealizatsiya deydi. Xuddi haqiqiy emasdek, siz soxta dunyoda yashayotgandek, odamlar boshqacha, siz xuddi o'zingizni uyingizda, o'zingizni shahringizda emas, boshqa joyda yashayotgandek, binolar umuman boshqadek ko'rinishni boshlaydi. Mana shunday holatlarda insonda ko'pincha jinni bo'lib qolarmikinman, jinni bo'lib qolyapmanmikin, miyam joyida emasmikin degan fikrlar paydo bo'lib qolishni boshlaydi. Ko'pincha kayfiyat yo'qligi nevroz holatdagi insonlarda bezovta qiladi. Tez kayfiyat almashishi, sal narsadan tushkunlikka tushib qolish. Endi bu haqiqiy depressiyadan farq qiladi, ya'ni almashib turiladi. Haqiqiy depressiyada bo'lsa faqatgina tushkunlik juda uzoq vaqt davom etadi. Yana bir narsa, nevroz holatdagi insonlarda mana shu nevroz holatdan tuzalavermagandan keyin, mana yillar, ko'p vaqt davomida shu holat bilan qiynalgandan keyin hayotdan bezish holati paydo bo'lib qoladi. Ba'zilari shu undan ko'ra o'lganim yaxshi edi, undan ko'ra birorta og'ir kasallik bilan o'ldirib qo'ygani yaxshi edi degan fikrlar paydo bo'ladi. Lekin o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilmaydi. Unga urinish bo'lmaydi. Faqat fikrlar va atrofidagilar haqida xavotirli, qayg'urish holatlari, ya'ni yaqinlari. Men o'lib qolsam nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, uni taqdiri nima kechadi degan xavotirlar juda ko'p kechadi. Bundan tashqari odamlarga nisbatan munosabat o'zgarib qoladi. Ba'zilarda odamlarni yomon ko'rish holati. Ya'ni nimaga endi deydi, masalan, palonchi bunaqa holatda, bu pistonchi holatda, bu bunaqa inson, bular nevroz bo'lmagan, men nevroz bo'ldim. Nimaga degan tushunchalar yoki bundan tashqari insonlar bilan muloqot qilishda nima deydi? Yoqimsiz hislarni his qilishni boshlashadi. Iloji bo'lsa muloqot qilmaslikka harakat qilish, ko'pchilik ichiga kirmaslikka harakat qilish, o'zidagi holatni boshqalarga bildirmaslikka harakat qilish. Buning natijasida ko'pincha nevroz holatdagi insonlar to'y hashamlarga, janoza ta'ziyani umuman gapirmasa ham bo'laveradi, u yerga umuman borisholmaydi. To'y hashamga bormay qo'yishadi ko'pincha. Yig'ilish, masalan, sinfdoshlar, kursdoshlar, o'tirishlarga, gap-gashtaklarga umuman bormay qo'yishadi. Iloji bo'lsa uydan chiqmasa. Bunday insonlarga eng komfort zona ko'pincha uy hisoblanadi. Eng qulay, o'zini xotirjam his qiladigan joy. Xo'p. Demak, hamma belgilarni menimcha sanab o'tdik. Odamovilik, boshqa hamma belgilar mana shu holatda. Agar qaysidir belgilar qolib ketgan bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun yana bir rahmat.